Mashina siznikimi? Ha, meniki aka. Bu oynalari chizilib ketibdi-yu, buni qarang. Ha, aka, jonga tegdi. Naqsa bo'ladi. Bu qimmat mashina bo'lsa, bunga qarab yurish kerak-edi. Bu 2x2 narsa-yu bu. Men sizga hozir bu narsani o'rgatib qo'yaman. Sizlar ham o'rganib olinglar. Podpiskani bosib, like обязательно bosinglar. Xo'p, qarang, oynani tushiramiz hozir bu yerda. Mana e'tibor bersangiz, mana chizilgan joylari bor. Ko'ryapsizmi? Bu yoqda ham bor, tashqaridan ham bor. Bu nimadan bo'ladi? Mana bu barxit mana kirlar, mana shu kirlar. Toshchalar yig'ilib, mana shu narsa chizadi. Bu oson. Cho'mchagingizda bor bu narsa. Mana kartani olasiz. Mana bunaqa qilib lattani mana namroq qilib turib, qo'lroq qilib turib, spirtni olasizda. Mana shularga mana sepib olasiz spirtni mana. Bu ham tozalaydi, ham dezinfeksiya bo'ladi bu mana. Mana kartaga ham bundoq o'raysizda, kartaga ham sepib olasiz. Bu zo'r tozalaydi-da, ichida bakteriyalar bormi, changlar bormi, qumi bormi, buni har bittasini chiroyli qilib, qop-qora qilib tozalab yuboradi. Mana kirni qarang mana. Ko'ryapsizmi? Mana shu narsalar chiziladi. Bu oson. Moykaga kirgan payt yoki bolalarga zadaniya berib yuborsangiz bo'ladi, mo'yishlik bolalarga. Mana bunaqa joylari bilan. Mana endi kelingda, momentlarni bitta qarang mana. Gap yo'q aka. Ko'rdingizmi? Oson, hamma o'zingizda bor. Mana endi oynani bemalol ko'tarib tushiraverasiz. Kibr bo'lmang, bitta obunani bosib yuboring.